Ikkita trekkerimizga ham hammasi original qilib zapchast qo'yib berdik. Bu trekkerimizga 60 talik balon, bunisiga esa 48 talik Atker degan eng brend balon bilasizlar. Kranlar hammasi original bo'lgan, ikkalasi ham. Umuman o'techka, hid, bunaqa narsalar muammo bo'lmaydi. Mijozimizning xohishlariga qarab ikkalasiga ham Italiya va Polsha zapchastlardan yig'ib berganmiz. Original injektorlari har bir porshinga alohida qilib, mnogorazli filtr Polshaniki, italyanskiy reduktor. Bilasizlar, hamma shlankalari Polshaniki bo'ladi. Ya'ni suvda ham qotib qolib, motorga hech qanday xavf tug'dirmaydi. Bu mashinamizning zapchastlarini o'z tanishtirib o'tamiz. Bu mashinamizning oldiga ham italyanskiy reduktor qo'ydik. Faqat farsinkasi italyaniki. Shlankalar har doimgidek hammasi Polsha bo'lgan, kompyuteri ham Polsha bo'lgan.